Men Jabborov Ismoiljon Isroiloğlu Andijon shahrida tug'ilganman. Yoshim 33 ta. Bakalavriat yo'nalishi bo'yicha 2016-yil Andijon qishloq xo'jaligi institutini, 2023-yil Toshkent moliya instituti moliya yo'nalishi bo'yicha tamomladim. Hozirda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Andijon viloyat hududiy boshqarmasida davlat aktivlarini xususiylashtirish bo'yicha bosh mutaxassis lavozimida o'z mehnat faoliyatimni olib bormoqdaman. Hozirda faoliyat olib borayotgan lavozimimda Davlat boshqaruv samaradorligi agentligining ochiq tanlovida ishtirok etdim va g'olib bo'ldim. Xizmat vazifamga keladigan bo'lsak, xususiylashtirish belgilangan davlat aktivlarini xatlovdan o'tkazish, baholash, belgilangan tartibda onlayn auksion savdolariga joylashtirishdan iborat. Keyingi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirish hamda xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash yuzasidan keskin islohotlar amalga oshirilib, so'nggi yillarda bu borada ishlar yanada jadallashtirildi. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoni bilan xususiylashtirish belgilangan aktivlarni viloyatimizda aholi hamda tadbirkorlarga keng qamrovlik targ'ibot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Buning natijasida yil boshidan buyon bugunga qadar 72 ta 387 milliard so'mlik aktivlar ommaviy savdolarga chiqarilib, o'tgan 9 oy davomida 89 ta davlat aktivlari 619 milliard 500 million so'mga sotilishi ta'minlandi. Hozirda boshlang'ich narxi 126 milliard so'mlik 22 ta davlat aktivlari auksion savdolari davom etmoqda. Har bir davlat xizmatchisida avvalambor eng yuqori insoniylik fazilati, ya'ni halollik va fidoyilik bo'lish kerak deb hisoblayman. Men Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Andijon viloyat hududiy boshqarmasida faoliyat olib borayotganimdan mamnunman. Yurtimiz, tadbirkorlarimizni rivojlanishida kichik bir hissamni qo'shayotganimdan faxrlanaman.